Oxirgi buyurtmani manzilga yetkazsam bo'ldi. Xo'p, hozir. Xo'p. Janob, eshigingizni oching. Alo, janob. Yo'q, siz kimsiz? Yo'q. Tak. Nay, sekin. Men bu yerga urib yubormaslik, parkovka qilish kerak mana shu yerga. Yo'q, onasini hamsini jin ursin. Xo'p, mana shu yerga sekin yo'q, jin ursin. Daraxtlarga urib ketma. Tak, orqaga ham ozginagina. Yo'q, jin ursin. Palakat, mana endi menimcha bo'ldi. Tak, stop. Ana bo'ldi, ana endi bo'ldi. Xo'p, buni ham qulflab qo'yamiz, qulflab. Xo'p, seni qulflab yopib qo'y. Qulflab qo'y, bo'ldi. Tushunmadim, bu nima? Yana jin ursin, yana qishlog'imizda bir nima boshlandi shekilli. Hammaylar bilan uyga qo'yib keling. Keyin tekshirib ko'ramiz yoniga borib. Hammaylar tak, mana shu yerga qo'yamiz bularni hammasini. Okey, ana endi u yerda nima bo'layotganini hozir tekshirib ko'rishim kerak. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Marenzojon va mening videolarimga xush kelibsizlar, obunachilar. Aliya qayerda deysizlar, ya'ni xotinim qayerda deysizlar, uni shahardan onasinikiga yuborib keldim hozir mashinada. Mayli, nima bo'lsa ham hozir ana endi qishloq mana bu yerda nima bo'layotganini ko'ramiz. Tak, mening Porsche'm turibdi. Tak. Qishloq, qalaysan, yaxshimisan? Renzo, yaxshimisan? Mana bu yerda nima bo'ldi, bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Bo'lganini bilmadim. Politsiyachilardan so'rachi. Okey, hozir so'rab ko'raman. Mayli, tak. Assalomu alaykum, janob politsiyachi. Vaalaykum assalom, alaykum. Короче, bu yerda nima bo'ldi? Bu yerda qanaqa kechasi tunda qotillik bo'libdi. Qotillik? Yana qanaqa qotillik? Bilmadingizmi? Yo'q, bilmadim. Hali surishtirish ishlari ketyapti. Yo'q, bizga detektiv kerak. Detektiv? Qanaqa detektiv desa, endi maxfiy josus bo'ladi-yu, shunaqa. Maxfiy josus. Men ham ishlaganman oldin maxfiy josusda. Xohlasangiz men detektiv bo'laman. Xohlasangiz shuna jinoyatchini topishga yordam bera olaman. Yo'q, rostdan quroling bormi? Da, qurolim bor uyda. Mayli, unda seni chaqiramiz o'zimiz tunda. Unda bo'lsa bugun tunda ishingni boshlab tushundingmi? Okey, bugun tunda harakat qilaman topishga ularni. Mayli, birinchi men bu ana uni ko'raychi. Mayli, ko'r. Assalomu alaykum, zobitlar, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Mayli, tak. Yo'q, jaramas. Pochtachi o'libdi-da mana bu yerga. Kechasi. Menimcha bu yomon jin ursin. Yomon bo'pti. Tushunmadim. Janob ofitser, mana bu yerdagi nima? Bilmadim, bu nima? Bilmadim, hozir olib ko'raychi. Qanaqadir xaritami? Tushunmadim. Jin ursin, qon. Mayli, mana bu yerda nima bo'ldi? Qanaqadir gazetaning ichida xarita bor ekan. Qanaqa xarita yana? Bilmadim, ko'rmadinglarmi mana bu yerda? Yo'q, ko'rmadik. Mana politsiyachi, mana xarita turibdi, mana shu yaqin atrofda ekan. Menimcha bu jinoyatchilarni qarorgohi. Menimcha unda tunda ishlaringni boshlab tushundingmi? Okey, janob politsiyachi, unda tunda ishlarimni boshlayveraman, tushundingizmi? Bo'pti. Sen menga qo'ng'iroq qilsang, butun shu короче boramiz seni himoya qilishga, ularni tutishga. Okey, davay. Xo'p, davay. Tak, mayli. Mayli, obunachilar, mana bu yerlarni tozalab qo'yaylik. Nima bo'lganda ham yaxshilik bo'lsin deb onasini hamsin. Qanaqadir nima desam bo'ladi, obunachilar? Pochtachini o'ldirib ketishi. Pochtachi qiziq, nima olib keldi ekan bu yerga qo'shnisi, ya'ni bu yerda buyurtmani egasi qayerda ekan, bilmadim. Tushunursiz, savol ustidan savollar. Mayli. Mayli, buni merga berib kelmasa, yo'q, mayli, mana shu qishloqqa beramiz. Qishloq mablag'ini senga beraman. Okey, davay beraver. Mayli, mana beraman. Olib qo'y bularni. Короче, mayli, tak. Hozir uyimga kiraman va bu xaritani notebookimga tekshirib ko'ramiz. Shu yaqin atrofda bo'lishi kerak bu. Shu yaqin atrofda ekan, lekin aniq lokatsiyasini ko'rsatib beramiz hozir. Tak. Xo'p. Shu xaritani hozir solamiz. Tak, okey.
Xo'p, qani. Va nihoyat, obunachilar topdim. Mana shu yaqin atrofda ekan. Aniq lokatsiyasini ham topdim. Endi tunda u yerga boramiz. Xo'p, okey, let's go. To'xtanglar. O'zim qurol olishim kerak-ku. Qurol mana bu yerdan olamiz. Ha, mayli. Hozir bu yerdan boramiz. Mana endi asta-sekinlik bilan stop. Obunachilar. To'xtanglar. Men o'zimga anaqa olmadim-ku. Yo'q, to'xtanglar, onasini men u telefon olmadim-ku politsiyaga telefon qilishim uchun telefon olmadim. Hozir olaman. Tak. Okey, xo'p. Telefon olamiz. Okey. Yaxshi, onasini emsin. Ha, mayli, tezroq hozir borishimiz kerak. Agarda o'sha joyda короче, o'g'irlar, ya'ni banditlar bo'lsa, o'sha politsiyachiga telefon qilishim uchun telefon oldim. O'shaning uchun endi albatta videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman, chunki bu videoni tayyorlashda mana ekan, anchagina vaqtim ketdi, obunachilar. Mana men topdim buni. Ana endi mana shu yerda ekan lokatsiyasi. Xo'p, mana endi bu yerga bitta kirib ko'raylik. Janob politsiyachilarni chaqiramiz keyin. Xo'p, qani. Bitta bunday qilib kirib ko'ramiz. Mana shu yerda ekan, qani. Boz, yaxshi o'g'irdik-a. Mana o'zi keldi, boz. Menimcha boz o'sha yerda bo'lsa kerak, boslar bilan menimcha tutib olamiz hozir. 3 2 1. Oldin politsiyachiga telefon qilaylik. Politsiyachi, mana shu yerda ekan, ular kelavering. Tak, okey, mana aytdim. Endi yo'q, qo'llaringni ko'tarlaring. Nima qilyapsanlar? Kimsanlar? Qo'llaringni ko'tarlaring, onasini yapsan. Mana nihoyat qo'lga tushdinglar-a. Yarvatchilar, kim politsiyachilar? Boravering, o'zimiz hal qilamiz. Mayli, janob politsiyachi. Tutib berganimdan xursandman, obunachilar. Ana endi qishlog'imizda ham tinch bo'ladi va osoyishta hayot kechiramiz, obunachilar. Albatta sizlar videoga like bosib qo'yinglar, bo'lmasa sizlarni ham otib tashlayman. Albatta bu hazil, obunachilar, chunki nimaga videoga like bosishinglar kerak, to'g'rimi? Videoga like bosishinglar kerak, chunki aytganimdek bu videoni tayyorlashga mana anchagina mehnatim ketdi. O'shaning uchun videoga albatta meni hurmatim bilan videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esinglardan chiqarmanglar, obunachilar. Buni ham qilib oldim. Endi mayli, endi ozgina o'tiraman-da, kompyuterda ozgina ishlarim bor. Videoni montaj qilish kerak, hali obunachilar, videoga chiqaraman. Albatta sizlar like bosasizlar degan umiddaman. Unda barchaga xayr.